Manyak yerda yotgan pichoqni olib tashqariga chiqib ketdi. Men xursand bo'lib ketdim. Biror tanishim meni qutqarishga keladi deb sira o'ylamagan edim. Lekin bu xursandchiligim uzoqqa cho'zilmadi. Manyak men tomonga ikkita behush kishini sudrab kelardi. Dahshat birini yuziga, ikkinchisini bo'yniga bir necha bor pichoq urilgandi. Jin ursin, bular meni do'stlarim. Ko'z yoshlarimni tiya olmadim, ularni ham oldimga tamladim. Men hamma narsani ko'rib turardim, ammo hech nima qila olmasdim. Manyak katta temir bolta ko'tarib keldi. Romani oyoqlarini kozim oldida uzib tashladi. Jekni bir kozini pichoq bilan oyib oldi. Hamma yer qonga belanib ketdi. Manyak oyoq va kozni o'zi bilan olib ketdi. U ko'rinmay qoldi. Lekin ishonardim, men bu yerdan albatta qutulib ketaman. Umidimni sondirmadim. Qo'limni bir amallab yechishga harakat qila boshladim. Ancha mashaqqatdan so'ng qo'llarimni yechishga sazovor bo'ldim. Endi bu yerdan qochishim kerak. Men asta o'rnimdan turmoqchi bo'ldim. Lekin yiqilib tushdim, jin ursin. U manyak meni oyoqlarimga bir necha bor pichoq urgan. Kiyimlarim qon dog'lari bilan bezalgan. Manyak ko'rinmasdi. Men asta pol bo'ylab sudraldim. Nazarimda chiqish yo'lini topdim. Ortimga ham tez-tez qarab qo'yardim. U chiqib qolmasin deb tashqariga bir amallab chiqib oldim. Bu yerni oldin hech ham ko'rmagan ekanman. Juda g'alati joy. Yonginamda do'stimning mashinasi turardi. Bor kuchimni yig'ib mashinaga chiqdim. Uni o't oldirdim. Xudoga shukr, mashina yurdi. Gazni bosgancha bu yerdan ketdim. Ortimga qaramadim ham. Politsiyaga bo'lgan voqeani yozib berdim. Joyni tushuntirdim va meni bolnitsaga olib ketishdi. Keyin eshitdim, manyakni maxsus qamoqxonaga joylashibdi. Bu voqeani qachon eslasam o'sha kuni uxlay olmayman. Shunga o'xshash hikoyalarga qiziqsangiz, Tungi labirint kanalimga obuna bo'ling. Men sizlar uchun mistik janridagi hikoyalarni joylab boraman.